Mana bugün men uyda tatarisga ich bachmoq pishirdim. Выпечка. Maslahat beraman, qilib tayyorlab ko'ringizlar. Yengilgina yozning kuni. Biz tovuq go'shtdan pishirdik. Xudo xolasa, говядина go'shtdan pishirib beraman, mol go'shtidan. Uni ham qilib ko'rsataman. Piyozni solamiz. Tovuq go'shtini solamiz. To'g'ralgan kartoshkani solamiz. Qora murch sepib chiqamiz bunga. Qancha xohlasalaringiz shuncha sepasizlar. Ustidan tuzni sepib chiqamiz. Totib ko'rasiz orada. Qizil qalampir surtamiz, sepamiz. Achchiqqina. O'zimizda vostochniy, kashnich, qizil qalampirlardan sepamiz. Zira solamiz. Simichka moydan solamiz, podsolnechniy maslodan. Yog'liqqina, sochniygina bo'lsin nachinkamiz. Yaxshilab aralashtiramiz. Mana tayyor bo'ldi. Endi xamir qilamiz. Xamirimizga eritilgan sливочный maslo solamiz. Ikkita tuxumni oqini soldim, sariqlarni olib qo'ydim. Ustiga surtishga stolovoy katta loshkada, qoshiqda 3 qoshiq smetana soldim. Sut solamiz. Iliqqina suv solamiz. Tuz solamiz. Endi o'zlaringiz tatib ko'rasizlar, men tatib ko'rdim. Shakar solamiz. Kichkina qoshiqda 4 qoshiq soldim, normalni bo'ldi. Razg'ritr solamiz. 2 qoshiq bemalol solaverasan. Men juda ko'p qildim, ro'zg'orimiz katta bo'lganligi uchun. Yaxshilab aralashtiramiz. Mana endi unni solib xamir tayyorlaymiz. Xamirimiz to qo'lga yopishmay, muloyim, yaxshi xamir bo'lguncha mushlaymiz. Mana zo'r sochniy, shunday zo'r xamir chiqdi mana. Sливочный maslo, smetanalar solganimga. Бездрожжевой xamir bu. Mana kesib chiqayapman. Men ishxonamizda ko'p выпечкаlar pishiraverib, qo'lim o'rganib ketgan. Qancha gram, qancha chiqishini bilaman. Shusi ham 70-80 gram, mana shunday gramda kesib chiqdim. 70-80 oralig'idagi gramlar. Har qaysi 80 ham bo'laveradi, 75-70 ham bo'ladi. Sharikcha qilib olamiz. Hammasi tayyor bo'ldi. Endi yoyib chiqamiz. Dumaloq qilib. Uyda tayyorlab ko'ringizlar, biram mazza va sochniy выпечка. Hozir yozning kuni hamma issiq ovqat ko'p ichmasa ham kerak. Mana shular yaxshi. Yengilgina. Ko'p-ko'pdan solaveringizlar nachinkani. Ichlari to'la bo'lsa, yana ham sochni bo'lib pishadi. Mana. Uchburchoq qilib bukib chiqamiz. Videoni kuzatib, qo'ng'iroqcha tugmasini bosib, obuna bo'lib qo'yingizlar. Yangi chiqqan videolarim yana kelaveradi. Tomosha qilib boringizlar. Mana shunday qilib
oldin mahkamlab yopishtirib chiqamiz. Endi buni gulcha qilib bukib olamiz. Orasi ochilib ketmasligi uchun. Mana shunday qilib. Haligi ikkita tuxumni sarig'iga ozgina sut solib aralashtirib, mana ustidan surtib chiqayapman. Xamir yana ham mягкий bo'lib, qotib qolmagan umuman. Shunday zo'r chiqqan, chunki xamir уже sливочный maslasi bo'lganligi uchun yumshoqqina xamir bo'lganda. Shuning uchun mana bu ich bachmaklarimiz yanada sochni mягкий, muloyim bo'lib pishib chiqdi. 200 gradusga yarim soatga qo'ydim. 30-35 minutda pishib chiqaverdi har qaysi. Simichka moyimizda mana shunday qilib oldin o'rtalariga, teshik joylariga solib chiqamiz, keyin atroflariga surtib chiqamiz. Duxovkadan olganda shu usulda qilib ko'rsalaringiz qotib qolmaydi. Mana